Elyor aka, keling bitta o'yin o'ynaymiz. Qanaqa o'yin? Siz meni 24 soat ichida ko'rmasdan tura olmaysiz. To'g'rimi? SMS ham yozmasdan tura olmaysiz, telefon ham qila olmaysiz. Menga ishon, seni ko'rmasdan ham, SMS yozmasdan ham, telefon qilmasdan ham tura olaman. Bu qo'limdan keladi, oddiy ish. Tura olmaysiz, aldamang. Bo'pti, garovingni qabul qildim. Haligi dugonangizni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Rahmat. Sizga buni berib qo'yishni so'ragan. Rahmat sizga. Tabriklayman. Siz meni 24 soat ko'rmasdan tura oldingiz. Endi bu ishingizni bir umr qilishingizga to'g'ri keladi. Chunki saraton kasalligiga uchraganman. Oson bo'lmaydi. Oson bo'lmaydi. Oson bo'lmaydi. Seni unutmoqlik jonim oson bo'lmaydi. Gumon bo'lmaydi. Yolg'on bo'lmaydi. Soxta gullar qish kelsa ham xazon bo'lmaydi. So'nggi bora bir ko'rishsa yomon bo'lmaydi. Elyor aka, keling bitta o'yin o'ynaymiz. Qanaqa o'yin? Siz meni 24 soat ichida ko'rmasdan tura olmaysiz. To'g'rimi? SMS ham yozmasdan tura olmaysiz, telefon ham qila olmaysiz. Menga ishon, seni ko'rmasdan ham, SMS yozmasdan ham, telefon qilmasdan ham tura olaman. Bu qo'limdan keladi, oddiy ish. Tura olmaysiz, aldamang. Bo'pti, garovingni qabul qildim. Haligi dugonangizni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Rahmat. Sizga buni berib qo'yishni so'ragan. Rahmat sizga. Tabriklayman. Siz meni 24 soat ko'rmasdan tura oldingiz. Endi bu ishingizni bir umr qilishingizga to'g'ri keladi. Chunki saraton kasalligiga uchraganman. Oson bo'lmaydi. Oson bo'lmaydi. Oson bo'lmaydi. Seni unutmoqlik jonim oson bo'lmaydi. Gumon bo'lmaydi. Yolg'on bo'lmaydi. Soxta gullar qish kelsa ham xazon bo'lmaydi. So'nggi bora bir ko'rishsa yomon bo'lmaydi.